Redmi Pad 2 Pro planshetini xarid qildik va srazu test qilish maqsadida PUBG ga yuklab ko'rdik. Mana birinchi kirish amalga oshirilyapti. Hozir ko'ramiz. Ushbu apparatimiz PUBG Mobile o'yini uchun necha FPS ishlab bera oladi. Shuning uchun real time qilish maqsadida bu videoni qilyapman. Hozir biroz загрузка qilib oladi. Ungacha men videoni pauza qilib qo'yaman-da, загрузка qilib bo'lgandan keyin kirish joyiga yetib kelganda men yana videoni qo'yib, sizlar bilan birgalikda o'yin ichiga Ghost rejimida kirib ko'ramiz va PUBG da necha FPS ishlashi mumkinligini sizlar bilan birgalikda hozir tomosha qilamiz. Mana birinchi загрузкасы boshlandi. 173 GB o'zining kichik resurslari va hozir buni загрузка qilib bo'lgandan so'ng albatta katta resursini sketchat qilishga o'tadi. Ya'ni qaysi formatda o'ynaysiz deydi, bitta oddiy, bitta HD formatda ko'rsatadi. Shuni yuklab olish boshlanadi. Shuni yuklab olish boshlansin, to'liq ko'rsataman va keyin davom etamiz. Mana boshlandi. 1124 GB. Hozir mana shu gigabaytda yuklab olgandan so'ng sizlar bilan birgalikda mana shu planshetimiz necha FPS ishlashini ko'rib bilib olamiz. Hop, загрузка qilib bo'ldi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana Ghost rejimiga kirib nimalar sodir bo'ladi va biz kutgan natijani beradimi yoki yo'q, hozir guvoh bo'lamiz. Aytgancha ushbu planshetni xarid qilgan insonga mana shu o'zining maxsus chexolni sovg'a qilamiz. Robkalari va zaryadniklari o'zi bilan birgalikda shu planshetimizni Xo'p, ko'rib qo'yamiz. Biz kutgan o'yinlar yaqinlashmoqda. Planimizni o'tkazamiz. Demak, 60 FPS da ishlab bera oladigan ushbu planshetimiz. Giroskop ishlaydimi yoki yo'q, uni ham ko'rish uchun hozir nastroylarni o'rnab qo'yamiz. Va yerga qo'yib olgandan so'ng uni ham tekshirib qo'yamiz albatta. Hop, yerga qo'ndik. Giroskop demak ishlar ekan. Yaxshi, cho'tka giroskoplari. Dushmanga bo'ylabman, ammo sheriklarim ekan. Nima deb bo'lasiz? Shu planshetimiz o'yin uchun yaxshimi yoki yo'q? Aytmoqchi, narxini aytadigan bo'lsak, $210 ga berib yuboriladi. Holatda yangidan 8 ga 128 berilgan ushbu Redmi Pad Pro 2 modelimiz. Xo'p, hozir men bitta mijozimizga Poco'dan X6 Pro 256 GB tilingini qilib berdik. Yaxshi narxda $170 ga qilib berdik. Ushbu telefonimizga chiroyli qilib garantiya ham yozib berdik. PUBG da 120 FPS da ishlaydi. Qayerdan keldinglar, bola? Nanaydan kelishgan mijozlarimizga qilib berdik. Bergan pulingizga rozi bo'ling, yaxshilik xizmat qilsin. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz do'konimizga murojaat qilinglar. Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. $170 evaziga iPhone'dan 11 Pro telefonini sotuvga qo'ydik. Ushbu telefonimiz xotirasi 256 GB. Batareya yomkisini ham ko'rsatishi mumkin. Batareya yomkisi 100%, ya'ni yangi batareya qo'yilgan, usilinli qilib qo'yilgan, boshqa hech qanday aybi nuqsonlari yo'q, faqat alishgan joyi bor. Alishgan joyi nima deb qiziqayotgan bo'lsangiz, mana ko'rsatishi mumkin. Mana shu yerga kirsangiz display chips qo'yilgan, ya'ni ekran bir marta almashgan ekan, lekin original ekran qo'yilgan. Hop, turtollari bor, face'lar ishlaydi, hech qanday aybi nuqsonlari yo'q. Imekalar o'tkazib qo'yilgan, holati ham o'ndan 8 baho qo'yish mumkin. Yomon emas, 30 kun davomida garantiya qilib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yasizlar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Yuqoridagi videoda ko'rsatilgan obmen tariqasida olib qolingan Redmi Note 8 Pro ni sirali sotuvga qo'ydik. Xotirasi 128 GB, operativkasi 6 GB tashkil qiladi. PUBG da 60 FPS ishlaydi. Ushbu telefonimizni ozgina foydasiga berib yuboramiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yasizlar. PUBG Mobile o'yini uchun Samsunglardan ham bormi deb qiziqqanlar uchun taklif qila olamiz. Samsung Note 20 Ultra 5G telefonini ko'rishingiz mumkin. PUBG da 90 FPS bemalol qo'llab-quvvatlayapti. O'yinda ham hech qanday lag, buglar umuman sezilgani yo'q. 15 daqiqa davomida o'ynab ko'rdik. Hali qizish sezilgani yo'q. Deyarli ushbu telefonimiz ham narxi ham qulay. Nech pul deb qiziqayotgan bo'lsangiz, $220 ga berib yuboriladi. Hozir bozorda 300 atrofida sotilyapti. Koreya uchun ishlab chiqarilgan modeli. Buni arzonligining sababi mana shunday chetlarida petnochalari, o'chgan joylari bo'lganligi sababli arzon narxga olib qolingan. Arzon narxga qilib beryapmiz. Ushbu telefonimiz kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib qo'ysanglar bo'ladi. $220 ga xarid qilasiz va mana shu bitta kunlarni sizga bonus tariqasida berib yubora olamiz. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Aytgancha, siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.